Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Namozov sessiya loyihamizda xonadon xarid qilgan mijozlarimiz va endi xonadon xarid qilish niyatida yurgan yurtdoshlarimiz hammalaringizga bugun qurilishimizdagi jarayonlarni bir boshdan tushuntirish boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Bu orqamdagi maketmi yo domla qurtishlarmi? Yo'q, domla o'zini tayyorlab qo'ydik, xudo xolasa. Birinchi bosqich domlani o'sha egalariga topshirish jarayoniga yetib keldik bo'lmasa. Shunaqa, xudo xolasa keyingi oydan kalitlarni topshirish boshlaymiz. Ko'pchilik xonadon xarid qilgan mijozlarimiz bizdan qurilishdagi jarayonlarni ko'rsatishni so'ragandilar. Shu uchun ham to'liq video qilishga qaror qildik Jamshidjon bilan birgalikda. Hozir sizlar bergan hamma savollaringizga Jamshidjon to'liq javob berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Tushuntirsangiz bir boshdan. Xo'sh, mana bu yerda ko'radigan bo'lsangiz, qurilishni boshlashimizdan avval ishlatiladigan barcha mahsulotlarimizni keltirib qo'ygan edik. Hozir bu mahsulotlardan da zo'rini mana bu obyektimizni o'zida guvohlari bo'lishi mumkin. O'zlari kelib ko'rishlari mumkin. Bo'lmasa hozir fasad qismlari ham deyarli bitay deb qoldi. Shunaqa, xudo xolasa fasad qismlarimiz 15 kunda to'liq tayyor bo'ladi. Hozir bu tomon tayyor bo'ldi, hozir bu yerda ish jarayonlari ketyapti. Ichkari podezlar ham tayyor bo'lgan, hammasini hozir birin-ketin ko'rsatishni boshlaymiz. Bilaman, ko'pchilik mijozlar qurilish haqida ma'lumot so'ragandilar. Bir haftalik pauzadan keyin biz yana qaytib sizlarga qurilishdan video chiqarishni boshlaymiz. Xo'sh, mana ko'rishlari mumkin. Bu yerda fasad qismlarini to'liq bitkazdik va xudo xolasa bu yerda sokul qismlar qoldi. Bu yerlarga toshlarni terib, bu yerlarni ham bitkazamiz va bu yerda fasad qismi jarayoni ketyapti. Va bu yer ham bir hafta 10 kunda bitib qoladi. Ya'niki o'zingiz aytganingizdek, zamonaviy va noodatiy ko'rinishga ega bo'lgan Namozov sessiya loyihamizni birinchi bosqichi foydalanishga topshirish jarayonlariga yetib kelgan. Ichkarida bemalol xonadonlarni ham bo'ltab qo'ygansizlar. Kirib kiraverish eshiklari qanaqa bo'ladi, ichkaridagi perigorodkalar qanaqa bo'ladi, balkonlari, perillalarni ham hozir videomiz ustiga operatorimiz qo'yib ketadilar. Perillar ham to'liq kelgan, ya'niki o'sha ushlamalar bo'ladi-da bu yerda. Va'da qilganimizdek, fasad qismimiz to'liq bazalt qoplamasi bilan qoplanib va uning ustidan oddelka ishlarini tamomladik. Bazalt qoplamasini yana bir bor tushunmaganlar uchun to'liqroq tushuntirib ketsangiz. Bazalt bu yozda uyni mo'tadil salqin bo'lishini va qishda esa issiq bo'lishini ta'minlaydi. Uy termizday bo'ladi. Ya'ni energiyani ham tejab beradi. Energiyani ham, gazga, tokka qiladigan xarajatlarni kamaytiradi. Har bitta qurilishimizda ishlatilayotgan mahsulotlarimiz kelib tekshirishlaringiz mumkin, chunki mana birinchi bosqichda fasad qismi bo'lgan va fasad qismini uradigan jarayonimiz, orqada ikkinchi blokda ikkinchi qavatni ko'tarish jarayonlari, ya'ni beton olish jarayonlari ketyapti. Keyingi bloklarimizda esa armatura to'qish. Shunaqa armatura to'qish va ularga podushkalarga beton olinyapti va undan keyingilarida esa qatlama qazishlar ketyapti. Hozir hammasini sizga birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Yaxshiroq o'tirib, choyni damlab, yaqinlaringizni chaqirib olsangiz agar yaxshi bo'lardi. Mana ko'radigan bo'lsangiz aka, bu bizning podez qismimiz. Podez qismiga ko'radigan bo'lsangiz, Navoiydan Ko'ksaroy toshlari ishlatilgan granitlar. Shunaqa lesnitsaga ham mana ploshatkasiga ham terib qo'yilgan va mana bu yerda chap tomoningizda ko'rayotganingiz, bu bizning ya'ni lesnitsaga qo'yiladigan perillamiz. Ya'ni Namozov sessiyaning perillari xuddi shunaqa bo'ladi. Hamma qavatga keltirib qo'yilgan. Shunaqa hamma qavatga keltirib qo'yilgan. Mana bu yerda yana qolganlari ham bor, bularni ko'rishlari mumkin. Mana bu tomonda ham bor. Orqadagi ustalar nima qilyaptilar? Orqada liftimizni o'rnatish jarayoni ketyapti. Buni ham bemalol ko'rsatsalar bo'ladi. Mana o'zi ustalarimiz mana liftlarni o'rnatyapti. Bu podezdagi plashatka shunaqa kattagina bo'ladi, ko'rishlaringiz mumkin. Va bitta qavatda 4 ta xonadon bo'ladi. Ushbu podezimizda har bitta podezimizda proyektlari har xil tushgan. Shunaqa. Lekin aytilgandi, bizda smetada ko'rsatilgandi, kafil bo'lishi, lekin granit qilinyapti. Bu tabiiy tosh bo'ladi va sizlarga ko'p yillik xizmat qiladi nasib bo'lsa. Xonadonlarning perigorodkalarini ko'rsatib o'tsak endi. Ko'rsatib o'tamiz. Mana hozir turgan xonamiz, bu bizning 2 xonalik xonamiz va mana bu joyda kirish eshigi bo'ladi. Kirgandan ko'radigan bo'lsangiz, keyingina prixoshkasi va to'g'risida zal bo'ladi bu yerda. 520 ga 420 razmerda va bu yerda o'zini alohida hammomni, tualetlari bo'ladi. Va bu tomonda esa o'zini bitta spalnisiga ega va to'g'rida bitta oshxonasiga ega. Shu joyga bitta videoni qaytadan ko'rsatib qo'ysak, Amirjon, bitta qaytib keling. Bu gluxoy xona emas, xonamizning oynalari bor, faqat tashqarida fasad qismida ishlayotgan paytlarida zarar yetmasligi uchun plyonka qilib qo'yilganda, ko'pchilik uni xonani oynasi yo'q deb o'ylamas yana. Ha, shunaqa. Ko'rishlari mumkin, derazalarni ham hammasini yaxshisi o'rnatib qo'yganmiz. Mana plastromlar hammasi, ruchkalarigacha, zamoglarigacha hammasi eng yaxshilardan ishlatilgan. Va buni shishalarini biza imенно Namozov sessiya loyihamiz uchun Erondan keltirilgan. Va mana bu yerda keyingina balkon qismi. Bemalol terrasa sifatida foydalansalar ham bo'ladi. Jamshidjon, o'zi bu xonadonni ko'rsatdik. Nasib bo'lsa, bu foydalanishga ertadan topshiriladigan domimiz. Subsidiya yoki birlamchi kredit asosida xonadon xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlarimiz xonadonlarimiz mavjud. Bor.
Xohlasalar naqd ko'rinishda, xohlasalar ipotekaga, xohlasalar subsidiyaga, xohlasalar qisqa muddatli rassrochkaga ham beramiz. Bir xonali, ikki xonali, uch xonali Hammasidan bor. Xohlagan qavatdan qilib berasizlar. Shunaqa. Xohlasalar birinchi qavatda olmoqchi bo'lgan bo'lsa, agar dubleks xonadonlarimiz ham bor sotuvda. Unaqa ham bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Bizda subsidiya asosida ham xonadon xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlaringiz bormi, tanishlaringiz bormi, hammalariga ushbu videoni uzatib qo'yinglar. Domimiz to'liq foydalanish topshirish arafasida, ya'niki ushbu ro'yxatdan birinchilardan bo'lib xonadon xarid qilishlaringiz mumkin. Mana ko'rishlari mumkin. Bu yoqda ikkinchi domimizda ham beton olishlari ketyapti. Taxminan 10 kuncha oldin birinchi qavatda turib video qilgandik. Mana hozirda esa ikkinchi etajning kolonna qismlariga beton olishyapti bunga. Taxminan har 15-20 kunga bitta qavat tepaga chiqamiz. Shunaqa, har 15 kun 20 kunda bitta qavat yopamiz, xudo xohlasa. Nasib bo'lsa yilning oxirigacha ushbu domimizni to'liq qurib bo'lamiz va kelayotgan 2026-yilni birinchi chorakka foydalanishga topshirsak ham kerak o'sha. Shunaqa bahor oylariga topshirishni plan qilganmiz. Bahor oyida plan qo'yilgan. Nasib bo'lsa qisqa muddatli rassrochka orqali xonadon xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlarimiz orqamizdagi blokimizda xonadon xarid qilishlari mumkin. Bemalol xarid qilsalar bo'ladi. Va bahorda o'zlaringiz uylaringizni yangi yilni yangi xonadon bilan boshlasalar ham bo'ladi. Shunaqa. Qolgan bloklarimizdagi o'zgarishlar haqida gapiramiz. Bu yoqda ham to'liq hajmda texnikalarimiz ishlayapti. Mana bu yoqda pogruskalarimiz yo'llarni tekislashyapti va bu yoqda boshqa bloklarimiz uchun ham beton olishlar ketyapti. Ya'niki yaqinda katta aksiya qilgan xonadonlarimizda ham qurilish jarayonlari boshlandi. Ular ham boshlangan. Ular ham boshlangan, kelib ko'rishlari mumkin bemalol. Shunaqa. Va mana shu ko'radigan bo'lsangiz, bu yoqdagi blogimizda ham o'z fundament qismiga, ya'ni podushka qismiga beton olishlar ketyapti. Bu yoqga biz 350 markadagi betonlarni olish boshladik. Adashmasam laboratoriyadagilar ham kelib nazorat qilishayotgan. Laboratoriyada kelib har bitta keladigan mashinadan obrazец olib uni tekshirishadi. Nima uchun buncha harakat qilyapsiz aka? Sifatni oshirish uchun, mijozlarimizga ko'proq qulaylik yaratish uchun va yuqori tempda mana shuncha texnika bilan birgalikda mijozlarimizga xonadonlarni va'da qilganimizdan oldinroq topshirishga harakat qilyapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, quruvchi akamiz kattaroq maqsad qo'yib, belni baquvvat qilib yo'lga chiqqanlar, lekin tepada ko'rishlaringiz mumkin, har oylik bajarilayotgan ishlarni biz qo'yib boryapmiz, ya'ni hammasi plandan oldinroq foydalanishga topshirish uchun qilinayotgan ishlar. Nechta usta ishlayapti o'zi Jamshidjon? Hozirni o'zida bizga bir varakayiga 10 dan ortiq brigadarlarimiz ishlayapti va 150 ga yaqin ustalar ishlayapti. 150 ga yaqin ustalarimiz ishlayapti. 150 ga yaqin. Hozir yangi boshlangan bloklarimizga ham o'zi yana ustalar keladi bundan tashqari. Ya'niki birinchi bosqichdagi bloklarimiz foydalanishga topshirish jarayonida yaqinda yangilik qolmasdan turib o'z egalariga topshiriladi. Ushbu domimizdan subsidiya, birlamchi kredit asosida yoki qisqa muddatli rassrochka orqali xonadon xarid qilishlari mumkin. Xohlagan qavatdan xonadonlar bor. Foiz va penyalarsiz tutamasiz va yon tomondagi ikkinchi blogimizga ikkinchi qavatga chiqib bo'lganimizda ushbu loyihamizdan ham xonadon xarid qilishlaringiz mumkin. Ya'niki qisqa muddatga sizlarga xonadon qilib beramiz. Ko'pchiliklaringizga savol bo'lishi mumkin. Aksiyadagi xonadonlarning videosini qachon chiqaramiz? Qurilishini. Ana hozir ko'rsatib boramiz bularni ham. Ko'rsatib boramiz. Ya'niki aksiya orqali xonadon xarid qilgan mijozlarimiz sizlar ham yuraklaringizni tiq ushlashlaringiz mumkin. Sizlarning ham uylaringizni qurilishi allaqachon boshlangan. Jamshidjon, betonlar nima uchun qutilarga solib qo'yilgan? Xo'sh, bizga har bitta qurilishimizda ishlatiladigan betonlardan namuna olinadi laboratoriya uchun. Undan tashqari bizga kirib keladigan armatura, bundan tashqari boshqa qurilish mollaridan ham obrazец olib laboratoriyaga tekshiruv uchun yuboriladi. Va bular tekshiruvdan o'tgandan so'ng bizning qurilishimizga keltiriladi. Ya'ni qurilishimiz to'liq davlat nazorati ostida bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin, bular hammasi sizlarning kelajakdagi xonadonlaringizni sifatli va baquvvat bo'lishi uchun. Mana qurilish maydonchamыздagi jarayonlarni shunday ko'rishlari mumkin. Har tomonda bizning texnikalarimiz ishlayapti. Bu blogimiz uchun alohida nasozlarni yo'llaganmiz va u yoqdagi ikkinchi blogimiz uchun ham alohida beton nasozlar va betonlar keltirib berilyapti. Va undan tashqari bu yoqdagi bloglarimizga ham ko'rishlari mumkin. Texnikalarimiz katlaman qazish bilan ovora va bu yoqda esa yana hozir bu yoqda ko'rmasligi mumkin. Pogruskalarimiz yo'llarni tekislash bilan davom etyapti. Ya'niki aksiyadagi xonadonlarning ham qurilishi boshlangan. Shunaqa. Bir maromda ko'rishlaringiz mumkin. Namoz City loyihamizni qurilish maydonchasida ish qizg'in ketyapti. Xonadon xarid qilganlar sizlarni hammalaringizni tabriklayman. Chunki orqamizdagi ikkinchi qavatga chiqilgan blogimizdan ham 60 oy muddatga rassrochka orqali xonadon xarid qilishga biza berganmiz. Atiga 7 oy o'tgandi. O'sha xonadonlarga pastga kirishlari ham mumkin deb aytgan bo'ladi. Biz bergandik, misol uchun boshida 60 oyga bo'lib to'lashga bergandik. Mana 7 oy bo'ldik, o'sha kirib yashaydilar xudo xolasa. Eng asosiysi hech qanaqa foiz va penyalarsiz hali ham sotuv ofisimizga kelib xonadon xarid qilishlaringiz mumkin. Qurilish maydonchamыздagi videomizni aynan shu yerda 7-noyabr kuni 2025-yil tugatamiz va nasib bo'lsa rovna bir oydan keyin yana bitta to'liq video obzor qilib beramiz. Shunaqa. Jamshidjon, kattakon rahmat.